shkalan narxda prosudamas ko'rsatamiz. 1850 ga 98-yil kraskasi ham ko'p emas. 100 akaga mashina pechat holatda bo'lib turibdi. Egalar nomerlari albatta Telegram kanalda. Shuna silkaga bossanglar, o'zi avtomatik Telegram kanaliga o'tadi. Mana damozni hozirgina tashladik. Egalar nomerlarini olib, baraka qilib olib ketaverasizlar. Narxi zo'r narx bo'ldi deb o'ylayman. Bitta like bosib qo'ying, mashinani bitta ko'rsatib yuboramiz. Metan gazlargacha uстановка qilingan, metanga yuradi, benzinga ham yuradi. Tekshirib olasizlar, baklargacha bor. Mashinamiz holati ideal holatda. Ichlariga keladigan bo'lsak, chexol, polik, ko'rik, obshika, stoyka qo'yingki, hamma rasxoto bo'lgan mashina tayyor. Olasiz, minasiz. Bitta shopirkam xolos bunga. O'zi bunaqa damozni his qilganlar bitta like bosib qo'yishadi. Mashinamizga yumshoq balonlar taqishgan, ikkita tomonlariga dugalarni ham taqib qo'yishgan, yaxshi kalpalar qo'yilgan. Kraskasi o'sha 100 akaga sepilgan ekan. Mashina pechat, zigzalari ham pechat holatda turibdi. Ichlari ham pollari polniy shumka qilib qo'yilgan ekan, albatta. Narxi shkalan bo'ldi deganlar bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, kuniga 5 ta, 10 ta mashina tashlaymiz. Bittasini yoqqanini baraka qilib olib ketaverasizlar. Eng arzon Namangan kanaldan uzoqlashmay, arzonlari oldinda bo'ladi.